shuncha boqib katta qilib uyingizda endi bir rohatini ko'raman deganingizda tasavvur qila olmaysiz ekan, to'ygacha bilinmadi. Olib ketayotganda bilinar ekanda. Qiz kendi u. Mana hozir ham aytsam, to'yda tura olmadim men. Boshida tura olmadim. Erkakmisan deb yuradi, yig'laysan deb yuradi, deyman aytaman. Jigarim olib ketyapti demanda. Farzand-ku, mayli bir urushga ketayotgani, boshqa ketayotgani, boshqa yaxshi uyga ketyapti, Allohning taqdiriga ketyapti-ku. Baribir-chi. Boshqacha bo'lar ekanda farzandni unaqa. Avvalambor bunaqa narsa hammaga nasib qilsin. Lekin to'g'risi men ayolimdan ko'proq men yig'ladim. Bilmayman nimagadir. Menga ko'proq ta'sir qildi bor-ku. Menga o'shaning uchun qiz farzandni bekorga aytmasangiz jannatning pardasidir. Hozir ham misol uchun men o'g'lim 1 marta xabar olsa, qizim 18 marta xabar oladi. Dada yaxshimisiz, yaxshimisizmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Bunaqa yaxshimi? Men aytaman, Allohning buyukligiga qarab. Shu nimadir shu qiz bolaga berganligi mana ko'p odam sezmaydi yosh paytida. Katta bo'lsa sezar ekanda, qarang. Haqiqatdan ham farqi bor ekanda o'g'il bola bilan qiz bola. Bu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, bu akamiz gaplari juda ham to'g'ri. Chunki bu gapning tagida chuqur ma'no bor. U ma'noda qiz farzand uzatgan otalar tushunadi. Chunki har bir ota qiz farzandini uzatayotganda albatta ko'ziga yosh keladi. Chunki bag'ri tosh ota bo'lsa ham, juda qattiq qo'l ota bo'lsa ham albatta ko'ziga yosh keladi. Chunki qiz farzand otasiga juda ham mehribon bo'ladi, o'g'il bolaga nisbatan. Bu videoga bitta like bosinglar, kommentariyada izohlarni yozib qoldiringlar va mana shunaqangi mehribon otalarga bu videoda yuborib qo'ying.